Salom, hurmatli kanalimiz obunachilari va mehmonlari. Bugun men sizlarga shunday bir ma'lumotni yetkazamanki, bu sizni shok holatiga solishi mumkin. Gap pensionerlarimizga taalluqli bo'lgan jiddiy o'zgarishlar haqida ketmoqda. Bu xabar ayniqsa nafaqada bo'la turib ishlashda davom etayotgan yurtdoshlarimiz uchun, lekin aslida har birimiz uchun, kelajakda nafaqa oladiganlar uchun ham juda muhim. Yangi qonun qoidalar, amaliyotlar va ularning oqibatlari haqida chuqur tahlil qilamiz. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki har bir daqiqa muhim ma'lumotlarga boy bo'ladi. Hozirning o'zida kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Shunda bu muhim ma'lumot ko'proq odamlarga yetib boradi. Keling kechiktirmasdan asosiy mavzuga o'taylik. Muammoning mohiyati avvallari qanday edi? Ko'pchiligingiz bilasiz, mamlakatimizda uzoq yillar davomida amalda bo'lgan qoidaga ko'ra, pensionerlar nafaqaga chiqqanlardan keyin ham agar xohish bildirib ishga kirishsalar, o'z nafaqalarini to'liq hajmda olishda davom etishlari mumkin edi. Boshqacha qilib aytganda, ular ham ish haqi, ham nafaqa olish huquqiga ega edilar. Bu ko'plab keksa yoshdagi fuqarolarimiz uchun juda katta yordam edi. Masalan, birorta qariya kishi umr bo'yi o'qituvchi bo'lib ishlagan bo'lsa va nafaqaga chiqqandan keyin ham o'z tajribasini yosh avlodga o'rgatishda davom etishni istasa, u bemalol maktabda faoliyatini davom ettirishi, o'zining oylik ish haqini ham, shu bilan birga o'zining xizmat yillari uchun tayinlangan nafaqasini ham to'liq qabul qilishi mumkin edi. Bu ularning moddiy ahvolini ancha yaxshilardi. Ularga qo'shimcha daromad manbai yaratardi va eng muhimi, jamiyatda o'z o'rnini saqlab qolishga, faol hayot tarzini olib borishga yordam berardi. Bu tartib juda adolatli va rag'batlantiruvchi hisoblanardi. Chunki keksa kishilarning bilim va tajribasi jamiyat uchun qadrli edi va ular buni ishda qo'llash imkoniyatiga ega edilar. Ko'plab pensionerlar kichik biznes bilan shug'ullanardi. Xizmat ko'rsatish sohalarida, masalan, sartaroshxona, ta'mirlash ustaxonalari yoki bog'dorchilikda faoliyat olib borardi. Ularning hech biriga nafaqa olishda cheklovlar qo'yilmasdi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. So'nggi paytlarda qabul qilingan ba'zi me'yoriy hujjatlar va joriy etilgan yangi amaliyotlar natijasida endilikda pensionerlarimizning ish haqi va nafaqa olish tartibida jiddiy o'zgarishlar yuz berdi. Aslida yangi qonunchilikda taqiqlash so'zi to'g'ridan to'g'ri ishlatilmasa ham, amalda bu qoidalar ba'zi hollarda pensionerlarga nisbatan cheklovchi xarakterga ega bo'lib, avvalgi erkinliklarni qisman yoki to'liq bekor qilmoqda. Gap shundaki, endilikda nafaqa oluvchi shaxslar agar ular rasman ishlayotgan bo'lsa va ularning ish haqi belgilangan minimal ish haqidan yoki pensiya miqdoridan ancha yuqori bo'lsa, ularning nafaqa miqdoriga tuzatishlar kiritilishi yoki ayrim hollarda nafaqa to'lovi ma'lum muddatga to'xtatilishi mumkin. Bu qoida asosan davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan tashkilotlarda ishlaydigan pensionerlarga, shuningdek, boshqa turdagi korxona va tashkilotlarda yuqori daromadli ishlarda faoliyat yuritayotganlarga ta'sir ko'rsatadi. Bu albatta ko'plab pensionerlarimiz uchun kutilmagan va shok holatiga soladigan yangilik bo'ldi. Chunki ular nafaqaga chiqqanlardan keyin ham o'z daromadlarini oshirish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak deb hisoblaganlar. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak? Kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar tashvishlanmasligi kerak? Keling, bu masalani yanada chuqurroq ko'rib chiqaylik. Kimlar uchun bu yangi qoida qo'llaniladi va kimlar uchun qo'llanilmaydi? Bu savollarga aniq javob topish juda muhim. Kimlar tashvishlanishi kerak? Asosan yangi qoidalar quyidagi toifadagi pensionerlarga ta'sir qiladi. 1. Davlat tashkilotlarida ishlayotgan pensionerlar. Agar siz byudjet tashkilotida, masalan, maktab, kasalxona, davlat idorasi, universitet ishlayotgan pensioner bo'lsangiz va sizning oylik ish haqingiz siz oladigan nafaqa miqdoridan yuqori bo'lsa, sizning nafaqangiz qayta hisoblab chiqilishi yoki uning ma'lum bir qismi to'lanmasligi mumkin. Bu yerda asosiy e'tibor ish haqi miqdoriga qaratiladi. Agar sizning ish haqingiz qonunchilikda belgilangan muayyan chegaradan oshsa, masalan, minimal iste'mol xarajatlari miqdoridan bir necha barobar yuqori bo'lsa, demak, sizning nafaqa to'lovlariga ta'sir qilish ehtimoli juda yuqori. 2. Yuqori daromadli ishlarda band bo'lgan pensionerlar, nafaqada bo'lsangiz ham, xususiy sektorda yoki boshqa tashkilotlarda yuqori lavozimlarda ishlab, sezilarli ish haqi oladigan bo'lsangiz, bu ham sizning nafaqangizga ta'sir qilishi mumkin. Bu yerda ham asosiy mezon olinayotgan ish haqi miqdorining nafaqa miqdoriga nisbatan yuqoriligi. Masalan,
biron bir katta kompaniyada maslahatchi sifatida ishlab, o'rtacha oylik maoshdan bir necha barobar yuqori daromad oladigan pensioner ehtimol o'z nafaqasini to'liq miqdorda olish huquqidan mahrum bo'lishi mumkin. Keling, aniq misollar bilan ko'rib chiqaylik. Birinchi misol. O'qituvchi Xolida aya. Xolida aya 65 yoshda, u 20 yillik ish stajiga ega bo'lib, oylik nafaqasi 20 million 800 ming so'm. U nafaqaga chiqqandan so'ng ham o'zining sevimli maktabida boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib ishlashda davom etmoqda. Uning oylik ish haqi 2 million 500 ming so'm. Avvallari Xolida aya ham 1 million 800 ming so'm nafaqa, ham 2 million 500 ming so'm ish haqi, jami 1 million 300 ming so'm daromad olardi. Yangi qonunlarga ko'ra, agar Xolida ayaning umumiy daromadi nafaqa plus ish haqi qonunda belgilangan ma'lum chegaradan oshsa va u davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan tashkilotda ishlasa, uning nafaqasiga nisbatan cheklov qo'llanilishi mumkin. Endi uning 1 million 800 ming so'mlik nafaqasi qayta ko'rib chiqilishi va masalan 1 million so'mga kamayishi yoki ma'lum muddatga to'xtatilishi mumkin, agar uning ish haqi yetarli deb topilsa. Ya'ni davlat uning umumiy moddiy ahvolini hisobga olgan holda nafaqa to'lovlarini tartibga soladi. Bu uning uchun sezilarli daromad yo'qotishiga olib keladi. Ikkinchi misol muhandis Akrom aka. Akrom aka 68 yoshda. U 35 yillik staj bilan 1 million 500 ming so'm nafaqa oladi. Nafaqaga chiqqandan so'ng u yerda xususiy qurilish kompaniyasida loyihalashtirish bo'yicha maslahatchi lavozimida ishlamoqda va uning oylik ish haqi 5 million so'm. Avvallari Akrom aka jami 6 million 500 ming so'm daromad topardi. Endi esa agar uning ish haqi pensiya miqdoridan ancha yuqori bo'lsa va umumiy daromadi belgilangan chegaradan oshib ketsa, uning 1 million 500 ming so'mlik nafaqasiga ham cheklovlar qo'llanilishi mumkin. Ya'ni Akrom aka avvalgidek ham ish haqi, ham nafaqa olish imkoniyatidan mahrum bo'lishi mumkin. Agar uning ish haqi unga to'liq nafaqa to'lashni oqlovchi asoslarni bekor qilsa, bu aynan taqiqlash emas, balki nafaqa to'lovi miqdorini daromadga qarab tartibga solishdir. Uchinchi misol shifokor Dilfuza opa. Dilfuza opa 62 yoshda, 32 yillik stajga ega va 2 million so'm nafaqa oladi. U davlat shifoxonasida faoliyat yuritardi. Nafaqaga chiqqandan so'ng ham shu shifoxonada kichikroq lavozimda ishlashda davom etmoqda. Ammo uning ish haqi nisbatan past, 1 million 200 ming so'm. Avvallari u jami 3 million 200 ming so'm daromad topardi. Yangi qonunchilikka ko'ra, agar uning ish haqi miqdori 1 million 200 ming so'm uning nafaqa miqdoridan ancha past bo'lsa va umumiy daromadlar ma'lum bir minimal chegaradan oshmasa, uning nafaqasi to'liq hajmda saqlanib qolishi ehtimoli yuqori. Ya'ni har doim ham daromadli ish nafaqaning to'xtatilishiga sabab bo'lmaydi. Bu holatda Dilfuza opaning ish haqi juda yuqori bo'lmagani uchun uning nafaqasiga cheklov qo'llanilmasligi mumkin. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Ishlamayotgan pensionerlar. Agar siz nafaqaga chiqqan bo'lsangiz va hech qanday rasmiy ishda ishlamayotgan bo'lsangiz, bu o'zgarishlar sizga ta'sir qilmaydi. Siz nafaqangizni avvalgidek to'liq miqdorda olishda davom etasiz. 2. Nisbatan past daromadli ishlarda band bo'lgan pensionerlar. Agar siz ishlayotgan bo'lsangizda, sizning oylik ish haqingiz juda kam bo'lsa, masalan, minimal ish haqidan biroz yuqoriroq bo'lsa, yoki nafaqa miqdoridan sezilarli darajada past bo'lsa, bu yangi qoidalar sizga deyarli ta'sir qilmasligi mumkin. Bu yerda asosiy g'oya davlat nafaqa orqali fuqaroning moddiy ahvolini qo'llab-quvvatlash. Agar ish haqi bu qo'llab-quvvatlashga ehtiyojni sezilarli darajada kamaytirmasa, nafaqa to'lovi davom ettiriladi. Masalan, birorta qariya ayol farrosh bo'lib ishlab 800 ming so'm maosh oladigan bo'lsa va uning nafaqasi 1 million 500 ming so'm bo'lsa, uning umumiy daromadi baribir yuqori hisoblanmaydi va nafaqasi to'liq miqdorda saqlanib qolishi mumkin. O'z-o'zini band qilganlar va kichik tadbirkorlar. Agar siz kichik biznes bilan shug'ullansangiz, masalan, hunarmandchilik, uyda shirinliklar tayyorlash, taksi xizmati ko'rsatish kabi, va bu faoliyatdan oladigan daromadingiz rasmiy ish haqi sifatida emas, balki shaxsiy daromad sifatida hisobga olinsa va belgilangan chegaralardan oshmasa, sizga ta'sir qilmasligi mumkin. Biroq bu yerda ham daromadlar miqdoriga e'tibor berish lozim. Agar sizning tadbirkorlik faoliyatingizdan olinadigan daromadingiz rasmiy ish joyidagi yuqori maosh bilan tenglashtirilsa, vaziyat o'zgarishi mumkin. Asosiy qism 2 istisnolar. Nozik jihatlar va yashirin tuzoqlar. Har bir qoidaning o'z istisnolari bor. Bu holatda ham shunday. Shuningdek, e'tibor berish kerak bo'lgan
nozik jihatlar va ba'zi yashirin tuzoqlar ham mavjud. Istisnolar biri. Ayrim toifadagi nafaqaxo'rlar qonunchilikda ba'zi toifadagi nafaqaxo'rlar uchun, masalan, urush qatnashchilari, nogironlar, Chernobil AES'da avariya oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etgan shaxslar uchun istisnolar nazarda tutilgan bo'lishi mumkin. Ularga hattoki ishlasalar ham nafaqa to'liq miqdorda to'lanishiga ruxsat beriladi. Chunki ularning ijtimoiy himoyasi ustuvor ahamiyatga ega. Har bir holatda tegishli qonun hujjatlarini diqqat bilan o'rganish lozim. 2. Minimal ish haqi darajasida ishlayotganlar. Agar pensionerning ish haqi belgilangan minimal iste'mol xarajatlari miqdoridan past bo'lsa yoki hatto undan birozgina yuqori bo'lsa ham uning nafaqasi qisqartirilmasligi mumkin. Bu davlatning ijtimoiy himoya siyosati bilan bog'liq bo'lib, fuqarolarning eng kam moddiy ehtiyojlarini qondirishni maqsad qiladi. 3. Qisqa muddatli yoki mavsumiy ishlar. Agar pensioner qisqa muddatli shartnoma asosida yoki mavsumiy ishlarda, masalan, paxta terish mavsumida yozgi oromgohlarda ishlagan bo'lsa, bu uning nafaqasiga ta'sir qilmasligi mumkin. Agar uning umumiy yillik daromadi belgilangan chegaradan oshib ketmasa, biroq bu yerda har bir holat alohida ko'rib chiqiladi. Nozik jihatlar. 1. Daromadlarni hisobga olish usuli. Eng muhim nozik jihatlardan biri bu nafaqa va ish haqi qanday hisoblab chiqilishidir. Faqatgina rasmiy ish joyidan olinadigan oylik ish haqi hisobga olinadimi yoki boshqa daromadlar? Masalan, bonuslar, mukofotlar, boshqa qo'shimcha daromadlar ham inobatga olinadimi? Odatda faqat rasmiy ravishda hujjatlashtirilgan va soliqqa tortiladigan daromadlar hisobga olinadi. Biroq qonunchilikda bu borada o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun doimo dolzarb ma'lumotlarga ega bo'lish muhim. 2. Nafaqa to'lovlarining indeksatsiyasi. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, sizning nafaqangizning indeksatsiyasi inflyatsiyaga qarab oshirish to'xtatilishi mumkin. Ya'ni ishlamayotgan pensionerlarning nafaqasi muntazam ravishda oshib borishi mumkin. Sizning nafaqangiz esa o'zgarishsiz qolishi mumkin. Bu juda muhim jihat, chunki yillar o'tishi bilan nafaqaning xarid qobiliyati pasayishi mumkin. 9. Ishdan bo'shash va qayta ishga kirish. Agar siz nafaqaga chiqqaningizdan keyin ishdan bo'shasangiz, sizning nafaqangiz qayta tiklanishi va to'liq miqdorda to'lanishi mumkin. Ammo agar keyinchalik yana ishga kirsangiz, bu tartib yana qo'llanilishi mumkin. Bu yerda ish staji va ishga kirish-chiqish sonlarining aniq qayd etilishi muhimdir. Yashirin tuzoqlar. Bit. Ma'lumotlarni bermaslik. Ba'zi pensionerlar yangi qoidalardan bexabarda ishlayotganliklari haqida nafaqa jamg'armasiga ma'lumot bermasliklari mumkin. Bu esa kelajakda jiddiy muammolarga, jumladan noto'g'ri to'langan nafaqa pullarini qaytarish majburiyatiga olib kelishi mumkin. Hatto jarimalar ham qo'llanilishi ehtimoli bor. Davlat organlari har doim ma'lumot almashinuvi orqali bunday holatlarni aniqlay oladi. 2. Konvertda ish haqi olish. Ba'zi ish beruvchilar pensionerlarga rasmiy ish haqi minimal darajada ko'rsatib, qolgan qismini konvertda to'lashlari mumkin. Bu noqonuniy amaliyot bo'lib, nafaqat ishchi, balki ish beruvchi uchun ham jiddiy huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Rasmiy bo'lmagan daromadlar esa nafaqa hisoblashda inobatga olinmaydi. Lekin bunday faoliyatning o'zi ham qonun buzilishi hisoblanadi. 3. Qonunchilikdagi tez-tez o'zgarishlar. Pensiya qonunchiligida o'zgarishlar tez-tez sodir bo'lib turadi. Bugun amalda bo'lgan qoida ertaga o'zgarishi mumkin. Shuning uchun doimo dolzarb ma'lumotlardan xabardor bo'lish va tegishli organlarning rasmiy e'lonlarini kuzatib borish juda muhim. Bu o'zgarishlar ba'zan oldindan ogohlantirishsiz amalga oshirilishi mumkin. Shuning uchun hushyor bo'lish lozim. Praktik maslahatlar xo'sh. Yuqorida aytilganlardan kelib chiqib nima qilish kerak? Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz va ishlashda davom etayotgan bo'lsangiz, quyidagi amaliy maslahatlarimga quloq tuting. 1. Qonunchilikni o'rganing. Eng avvalo amaldagi pensiya qonunchiligini, ayniqsa ishlayotgan pensionerlarga tegishli bo'limlarni diqqat bilan o'rganing. Hukumat qarorlari, Vazirlar Mahkamasining tegishli hujjatlari va pensiya jamg'armasining rasmiy saytidagi ma'lumotlarni muntazam kuzatib boring. Yangi o'zgarishlar haqidagi xabarlarni doimiy ravishda tekshiring. Bu sizga vaziyatni to'g'ri baholashga yordam beradi. 2. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar sizda savollar tug'ilsa yoki vaziyatingiz noaniq bo'lsa, darhol o'zingizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Ulardan individual maslahat oling. Sizning shaxsiy holatingiz bo'yicha aniq ma'lumot berishlari kerak. Qayerga borish kerak? O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
huzuridagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga. Har bir tumanda bunday bo'limlar mavjud. Nima deyish kerak? Men nafaqaxo'rman va hozirda ishlamoqdaman. Menga nafaqa to'lovlari bo'yicha yangi qoidalar ta'sir qiladimi yoki yo'qmi bilmoqchi edim. Mening ish haqi miqdorim va nafaqa miqdorim quyidagicha. Ushbu ma'lumotlar asosida mening holatimni ko'rib chiqishingizni so'rayman. 3. Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi? Pensiya jamg'armasiga murojaat qilayotganingizda quyidagi hujjatlarni o'zingiz bilan olib boring. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, agar mavjud bo'lsa nusxasini, oxirgi 6 yoki 12 oylik ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma ish joyingizdan oling. Bu ma'lumotnoma ish beruvchingizning muhri va imzosi bilan tasdiqlangan bo'lishi kerak. Boshqa qo'shimcha daromadlar haqidagi ma'lumot agar mavjud bo'lsa, masalan, tadbirkorlikdan olingan daromadlar deklaratsiyasi. 4. Daromadlarni rasmiy qayd ettirish. Agar siz xususiy sektorda ishlayotgan bo'lsangiz yoki o'z-o'zingizni band qilgan bo'lsangiz, barcha daromadlaringiz rasman qayd etilganiga ishonch hosil qiling. Soliq organlariga o'z vaqtida deklaratsiyalar topshiring va soliq to'lovlarini amalga oshiring. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarning oldini oladi va sizning ijtimoiy himoyangizni ta'minlaydi. Noqonuniy daromadlar doimo xavf ostida bo'ladi. 5. Ish beruvchingiz bilan maslahatlashing. Ish joyingizdagi kadrlar bo'limi yoki hisobchi bilan maslahatlashing. Ular sizning ish haqingiz va boshqa to'lovlar to'g'risidagi ma'lumotlarni berishga majbur. Shuningdek, ular pensiya jamg'armasiga ma'lumot taqdim etishlari kerakligi haqida ham xabardor bo'lishlari lozim. Ba'zi ish beruvchilar yangi qoidalarni bilmasligi mumkin. Shuning uchun ularni ham ogohlantirish maqsadga muvofiqdir. 6. Huquqiy yordam oling. Agar vaziyat murakkab bo'lsa yoki sizning huquqlaringiz buzilganiga shubha qilsangiz, tajribali yuristdan maslahat olishdan tortinmang. Pensiya qonunchiligi bo'yicha mutaxassislar sizga to'g'ri yo'l ko'rsatishi va huquqiy himoya choralarini ko'rishga yordam berishi mumkin. Telegramdagi kanallarni va ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlarni kuzatib boring. Pensiya masalalariga bag'ishlangan ijtimoiy tarmoq guruhlari yoki Telegram kanallari bo'lishi mumkin. Ularda boshqa pensionerlarning tajribalarini o'rganish, savollar berish va tezkor yangiliklardan xabardor bo'lish imkoniyati mavjud. Ammo har doim ma'lumotlarning rasmiy manbalariga asoslanganligiga ishonch hosil qiling. Bu maslahatlar sizga qiyin vaziyatda to'g'ri qaror qabul qilishda yordam beradi degan umiddaman. Unutmang, passivlik eng yomon tanlovdir. O'z huquqlaringiz uchun kurashing va doimo axborotli bo'ling. Xulosa va yakuniy xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, bugungi videomizda biz pensionerlarimizga taalluqli bo'lgan muhim o'zgarishlarni atroflicha ko'rib chiqdik. Bu endi pensionerlarga taqiqlanadi degan shov-shuvli sarlavha ostida aslida ishlayotgan pensionerlarning nafaqa olish tartibida yuz bergan yangi qoidalar yotadi. Davlat tomonidan kiritilgan bu tartib asosan yuqori daromadli ishlarda band bo'lgan yoki davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan tashkilotlarda ishlayotgan pensionerlarga ta'sir qilishi mumkin. Bu taqiqlash emas, balki daromadlarni hisobga olgan holda nafaqa to'lovlarini tartibga solish mexanizmi ekanligini tushunib yetdik. Biz kimlar tashvishlanishi kerakligini va kimlar tashvishlanmasligi kerakligini aniq misollar asosida tushunib oldik. Shuningdek, istisnolar, nozik jihatlar va yashirin tuzoqlar haqida ham batafsil gaplashdik. Eng muhimi, biz siz uchun amaliy maslahatlarni taqdim etdik. Qonunlarni o'rganish, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish, kerakli hujjatlarni tayyorlash va huquqiy yordam olish. Umid qilamanki, bu ma'lumot sizga foydali bo'ldi va mavzuni chuqurroq tushunishingizga yordam berdi. Bilim qudrat, o'z huquqlaringizni biling va ulardan foydalanishga qo'rqmang. Sizning bu boradagi fikrlaringiz biz uchun juda muhim. O'z tajribalaringiz, savollaringiz yoki fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men har bir kommentariyani o'qib chiqishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz kelajakda ham sizga eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni yetkazishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va sog' salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha